bo'ladimi yo'qmi? Shu masalani muolaja qiladi. Chunki ba'zi bir toifalar bo'lgan, savobli amallarni qilmagan odam musulmon emas deb shunday bir fikrlarni ilgari surishgan. Shuning uchun kalima keltirgan bo'lsa ham umrida bir marta namoz o'qimagan bo'lsa kofir deydigan toifalar ham ana shularni jumlasidan bo'ladi. Endi bizda qanaqa? Ahli sunna val jamoa e'tiqodida, Maturidiy aqida maktabida amal qilmagan odam ham musulmon bo'ladimi, yo'qmi? Shuni muolaja qilamiz. Demak, qilinadigan savobli amallar, farz amallar albatta iymonga bog'liq, lekin iymonning bir qismi emas. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb tili bilan aytdi, qalbi bilan ishongandan keyin, undan keyin savob ish qilishlik farz har bitta odamga. Endi qilmasa-chi desa, qilmasa